Bugungi jadal taraqqiyot va raqamli transformatsiya davrida boshqaruv tizimini raqamlashtirish nafaqat samaradorlikni oshirish, balki shaffoflikni ta'minlashning ham asosiy omillaridan biri bo'lib xizmat qilmoqda. Uztransgaz aksiyadorlik jamiyati ham ijro apparati hamda barcha tarkibiy tuzilma va tashkilotlarda aprel oyidan boshlab ish yuritish tartibini to'liq Edo Ijro.uz ijro intizomi yagona elektron tizimida amalga oshirilishi yo'lga qo'yildi. Bunda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun talablariga qat'iy rioya qilinishini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Seminarimizda bizlar fizikalik ham yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqib, ularning murojaatlarini o'z vaqtida tegishli javoblarini berib, imkoni bo'lgancha o'rganib chiqib, unamli shechuv bo'yicha o'zlarimizga bilimlarimizni asirib, ko'p жаңалықтарды bilib o'tiramiz. Shu taraf bo'yicha O'zbekiston Respublikasi hukumati prezident tomonidan chiqarilgan qaror buyruqlarni o'rganib, o'z jumlasimizda yilida kengdan foydalanu bo'yicha bilimlarimizni asirib o'tiramiz. Shu tarafda yangi kadrlar tayyorlashga, ishlab o'tirgan kadrlarning mamallığını asıruğa ulkan yordam beradi. Tizimdagi ushbu yangiliklarni xodimlarga yetkazish va ularning malakasini oshirish maqsadida Xiva shahridagi Urganch Transgaz o'quv markazida bo'lib o'tgan mashg'ulotlar ishtirokchilar uchun o'ziga xos fikr almashish maydoniga aylandi. Seminarda ishtirokchilarga yagona elektron tizim hamda murojaatlar bilan ishlashning yagona onlayn platformasidan foydalanish bo'yicha batafsil tushuntirishlar berilib, xodimlarning huquqiy va bilim ko'nikmalarini oshirishga xizmat qiluvchi amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Bu kabi tadbirlar nafaqat sohadagi ijro intizomini mustahkamlaydi, balki murojaatlar bilan ishlashda shaffoflik va tezkorlikni ta'minlovchi madaniyatni shakllantiradi. Ushbu elektron platforma hujjat aylanishi jarayonlarini va topshiriqlar ijrosi nazoratini avtomatlashtiruvchi keng ko'lamli funksiyalarni o'zida mujassam etgan bo'lib, bir vaqtning o'zida bir nechta xodimni bitta hujjat ustida ishlashini ta'minlaydi. Tizimning mohiyati shundaki, u hujjatlarni markazlashtirilgan, turkumlashtirilgan va tizimlashtirilgan holda xavfsiz elektron arxivda saqlash imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida qog'oz hujjatlarni chop etish va ularni pochta orqali jo'natish va jismoniy saqlash bilan bog'liq xarajatlarni sezilarli darajada qisqartirishga xizmat qiladi. Bugungi seminarimiz jamiyat tomonidan 31-marta 43-sonli buyruq asosida tashkil qilinib, har chorakda bir marta tashkil qilinadi. Bunda ijro intizomi va murojaatlar bo'yicha yuzaga kelib o'tirgan muammolarni hal qilishda davlat muassasalaridagi va xalq qabulxonalaridagi asosiy muammolarni hal qilish yuzasidan bo'lyapti va 26-yil 1-aprelda 51-sonli prezidentimiz farmoni bo'yicha murojaatchini murojaatiga asosli qilib ijobiy hal qilish bo'lib xizmat qiladi. Hozirgi kunda jamiyatimiz va boshqarmamiz tomonidan ish bilan ta'minlash to'g'risida ko'p murojaatlar kelib tushadi. Bu murojaatlarda imkoni boricha hozir o'rganib chiqib, murojaatchilarga asosli javoblar qilib, jamiyat tomonidan kelishilgan holda bo'sh ish o'rinlarini malakali kadrlar bilan ish bilan ta'minlash va ularning nimasi bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilanib bo'lib, shular asosida ishlar olib borilyapti. Endilikda barcha xatlar, arizalar va ichki me'yoriy hujjatlar faqat lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida rasmiylashtirilishi qat'iy etib belgilandi. Bu jarayonda tizimdagi mavjud texnik kamchiliklarni bartaraf etish va xodimlarning elektron platformadan foydalanishi bo'yicha ko'nikmalarini oshirish vazifasi yuklatilgan. Hujjatlarni shakllantirish va qayta ishlash tartibiga yagona yondashuvning joriy etilishi esa rasmiylashtirish, kelishish va imzolash vaqtini tejaydi. Mazkur yangiliklar ijrosini ta'minlash maqsadida tizimdagi barcha departament, bo'lim va hududiy tashkilotlar rahbarlari hujjatlarni to'g'riligi uchun shaxsan mas'ul etib tayinlandilar. Fuqarolarimizni aynan shu murojaat qilish huquqlari sohasidagi o'z huquqlarini amalga oshirish bo'yicha asosiy qonunlardan biri bu O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentyabrda qabul qilingan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun hisoblanadi. Ushbu qonun davlat organlari va tashkilotlarning rahbar yoki mansabdor shaxslarini aynan shu fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash sohasini va shu munosabatlarni tartibga soladi. Bu qonunning asosiy va fuqarolarimiz uchun foydali bo'lgan taraflaridan biri mazkur qonun bilan murojaatlar bilan ishlash tartibi to'liq qamrab olinganligi. Buning natijasida shu murojaatlar bilan ishlovchi har bir idora, tashkilot yoki mansabdor shaxslarga fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash bo'yicha alohida mas'uliyat yuklanganligini ko'rishimiz mumkin. Har bir mazkur qonunning o'zida har bir murojaat bilan ishlashning u bo'yicha qilinadigan harakatlarning aniq belgilangan muddatlari, tartibi va asosiy prinsiplari belgilangan. Aynan shu masalada bugungi kunda Xorazm viloyat adliya boshqarmasi, Xiva tumani adliya bo'limi xodimlari, adliya boshqarmasining o'zining xodimlari
Bundan tashqari Xalq qabulxonasi Xiva tuman bo'limi ishtirokida mana bugun Urganch-Transgaz tashkilotida seminar trening tadbirlarini tashkil qildik. Bu bo'yicha aynan shu ijro intizomi bilan ishlovchi xodimlarning bilim va malakalarini oshirish maqsad qilingan.